O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 36 yil to'ldi. Bunga erishish oson bo'lmadi. 1988-1989 yillarda davlat tili uchun, milliylik uchun kurash juda kuchli pallaga kirgan edi. Shu jarayonlarda qatnashganligimdan xursandman. U paytlarda bunaqangi telefonlar, videolar yo'q edi, afsuski. Lekin bu jarayonlarda qatnashganligimning isboti sifatida aytishim mumkin. 1988-yilda bir qator maqolalarim gazetalarda bosilib chiqqan. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi kerakligi to'g'risida 3 ta maqolam gazetada chiqdi. Bittasi Chet el gazetasida chiqqan. Bundan tashqari odamlardan shu davlat tili o'zbek tili bo'lsin deb xatlar yozib, maqolalar tayyorlab, imzolar yiqqanman. Endi hozirgi zamonda odam o'zini o'zi nima ish qilganligini aytmasa birov e'tiborga olmaydi. Ko'pchilik so'raydi, shu bayramga qanaqa nimalar qildingiz, qanaqa roliklar tayyorladingiz, qanaqangi tadbirlar o'tkazyapsiz deydi. Men aytishim mumkinki, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishida bevosita ishtirok etganman. O'sha yig'inlarda, anjumanlarda qatnashganman. O'sha paytdagi chinakam til jonkuyarlarining nutqlarini eshitganman. Ularni o'z ko'zim bilan ko'rganman, hayron bo'lganman. Xullas, 40 yil davomida mana shu o'zbek tilidan, o'zbek adabiyotidan dars berdim. Milliyligimizni targ'ib qildim, tilimizni targ'ib qildim. Demakki, bu jarayonlarda mening ham ozmi ko'pmi hissam bor. To'g'ri, endi men bo'lmasam ham o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilar edi. Lekin ozmi ko'pmi ulush qo'shdim, shundan xursandman.